Bugun O'zbekistondagi sport ixlosmandlarining uxlamaydigan kechasi. Sportning jangovar turiga qiziqadigan insonlar bugun uxlashi kerak emas, ayniqsa o'zbekistonliklarga, bizning bayrog'imizga to'g'ridan to'g'ri bog'liq o'zimizning qora ko'zlar bugun ringga, oktagonga chiqishadi. Hozir batafsil mana shu haqida gaplashamiz. 2026-yil 24-yanvarda bu videoni olyapman. Demak, bugun kechqurun O'zbekiston vaqti bilan 23:30 dan boshlab Polshada Fame 29 turniri start oladi. Va ana shu turnirda bizning hamyurtimiz O'zbekistonlik ilk UFC jangchisi Mahmud Murodov oktagonga qaytyapti. Biroz uzoq muddatdan keyin Mahmud Murodov yana oktagonda ko'rinish beradi va Mahmud Murodovning raqibi polshalik, ya'ni turnir Polshada bo'lyapti. Aynan polshalik Marcin Tanosianus ismli sportchiga qarshi bahs olib boradi. Murodov odatda 84 kilo vaznda jang qilardi. U o'zidan bitta pog'ona yuqoriga ko'tarilib jang qilyapti. Marcin Tanos va laqabi Tanos, o'sha jangchini o'zi ham shunga o'xshab ketadi. Murodovdan face to face payti juda ham katta, yirik ko'rindi va mana shu jihatdan juda ham qiziq bo'ladi. To'g'ri, Marcin Tanosning rekordi unaqa zo'r emas. 9 ta yutib, 8 ta yutqazgan, rekordi unaqa zo'r emas. Tavakkalchi sportchi, lekin xavfli. U juda ham ko'p mana shu oktagon atrofidagi noqonuniy ishlarga, ya'ni bahsli, munozarali, dopingli shunaqangi narsalarga ko'p aralashib qolgan ekan. Endi bu safar hamyurtimiz bilan tinch jang o'tadi deb o'ylayman. Murodovga ishonaman. Murodov UFC'dagi eng zo'r sahnalarni ko'rib kelgan o'zbekistonlik sportchimiz. Juda ham tajribali, tajriba va kuch o'rtasida bu yoqda to'qnashuv bo'ladi. Aytib o'tganimdek, vaznlar o'rtasida farq bor, lekin baribir Murodovga ishonaman. Tanosni yengsa kerak. Endi shu o'rinda bitta narsaga e'tibor qaratib ketsak demoqchiman. Biz o'zbekistonliklar nimagadir o'zimizdan chiqqan qora ko'zlarni qanaqadir mashhurlikka erishsa, ko'proq sport sohasida yoki boshqa sohalarda mashhurlikka erishsa, ura zo'r deb qo'lla ko'tar qilib keragidan ortiq hype qilamizda, lekin u sahnadan ozginagina pastga tushsa shu bilan unutamiz. Mahmud Murodov bunga aynan yorqin misol. U UFC'da jang qilib yurganda, uni orqasidan millionlagan prosmotrlar yiqqan, millionlagan uni orqasidan pullar ishlagan o'sha jurnalistlar bo'ladimi yoki yon atrofida yurgan aka-ukalar, birodarlar, bir nimalar deb kelib olgan bir qo'shtirnoq ichidagi jangchilar bo'ladimi? Hozir Murodov haqida gapirishmayapti ham. Murodov haqida O'zbekiston deyarli unutdi. Mana shu turnirgacha bo'lgan muddatda Murodov umuman eslanmadi. Men aytmoqchi bo'lganim, unaqa qilmas kerak-da, bitta odamni ko'tardilaringmi yoki uni o'sha pikka chiqqan payti O'zbekiston bayrog'ini UFC'ga olib chiqqan payti bu darajada ko'tar qilmaslik kerak yoki nima deydi, kerakda bo'lish kerak-da. Sog'lom mamlakatlarda mana shu narsa me'yorida bo'ladi. Biz biroz me'yorni unutib qo'yapmiz. Nima bo'lgan taqdirda ham men Murodovga baribir omad tilayman. Tanosni yengib oladi deb o'ylayman va o'zini yana bir bor eslatsin, sohasini qilsin. To'g'ri, endi uni yoshi biroz o'tib qoldi. U endi qaytib UFC'ga bormasa kerak, lekin yaxshi karyerasini chiroyli tugatib olish tarafdoriman va unga omad va zafarlar tilayman. Esingizdan chiqarmang, soat 23:30 O'zbekiston vaqti bilan faqat translyatsiyalar qayerda olib berilishini juda bilmayman, chunki o'zim hali Telegram kanalimni rivojlantirib olganim yo'q. Siz obuna bo'lib qo'ysangiz, tezroq obunachilar soni oshsa, biz ham jonli efirlarni yo'lga qo'ygan bo'lardik. Chunki menga pul keladigan joyi yo'q bundan. Instagramdan ham, Telegramdan ham, YouTubedan ham hozircha. Shuning uchun baribir daromad ustiga quriladi. Meni vaqtim, bu yoqqa ketkaziladigan xarajatlar, shularni qoplash kerak. Shuning uchun ham jonli efirlarni hozircha amalga oshirmayapmiz. Lekin kelajakda bor mana shunday turnirlarni albatta biz jonli efirda olib beramiz. Obuna bo'lib qo'ying Telegram kanalimizga ham, mana bu yerda manzilni qoldirib o'taman. Endi Polshadan Amerikaga sayohat qilamiz to'g'ridan to'g'ri. U yoqda ham bizning qora ko'z hamyurtimiz Isroil Madrimov bugun ringga chiqadi. Oxirgi ikkita mag'lubiyatidan keyin ketma-ket Crawford va Ordizdan uchralgan mag'lubiyatlarni bugun yopib ketish uchun ham Isroil yutishi shart. O'zbekistonni mana degan yulduz, mashhur
ismini aytmayman, sportchilarni bizlar qo'llab-quvvatlaymiz, jangchilarimizni qo'llab-quvvatlaymiz, lekin ular qayoqdagi ko'chadagi bitta mishoklarda olib kelib urushayotgan bir paytda mana bu yigit doim eng zo'rlar bilan urushgani, uni faqat respekt bilan qo'llab-quvvatlash lozim. Bu Isroil Madrimov bo'ladi. Isroil Madrimov shu paytgacha karyerasini mana shu davrigacha birorta ham kuchsiz jangchi bilan urushganini eslay olmayman. Haqiqiy erkak, haqiqiy eng zo'r bokschimiz deb bilaman men O'zbekistondagi. Men uchun Isroil Madrimov O'zbekistonning Gennadiy Golovkini. Uni bir takrorlanmas texnikasi bor. Uzoqdan tortilib uradigan oldi qo'ldagi huk zarbasi bor. Mana shu zarba bilan butun boks olamini og'zida u o'sha ikkita jangga yutqazgan bo'lsa ham munosib tarzda yutqazdi. Ta'kidlab o'tishim lozim, Crawford yaqingacha pound for pound reytingida yetakchi birinchi raqamli bokschi edi. Ortiz ham o'z vazni chempion eng zo'rlari bilan urushdi. O'rtada bitta jangi atmen bo'lib qoldi. Unda ham zo'r jangchi bilan urushayotgandi. Isroil Madrimovga faqat omad va zafarlar. Bugungi raqibi ham bilganingizdek, taxmin qilganingizdek oddiy bokschi emas. Uning bu galgi raqibi Luis David Salazar. U shu paytgacha 21 ta jang o'tkazgan, faqat bittagina mag'lubiyati bor, 20 ta g'alabada va oxirgi 3 ta jangini g'alabali seriya bilan o'tkazib kelmoqda. Xullas jiddiy raqib. Madrimov bu jangni yutsa, yana chempionlik poygasiga zo'rlar qatoriga qaytadi. Meni ishonchim komil, bu vaznda Madrimov baribir chempion bo'ladi do'stlar. Va hammangizni qiziqtirayotgan savol, jang qachon va qayerda bo'ladi degan savolga javob berib o'taman. Jang AQShda bo'lib o'tadi, O'zbekiston vaqti bilan soat ertalab saharda. Murodovning jangidan 1-2 soat o'tib, o'sha namozingizni o'qib olib, ibodatlaringizni qilib, ozgina ilm bilan siz biroz 20-30 daqiqa oldinroq efirni boshlab qo'ysangiz 5:30larda deylik bemalol jangni tomosha qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz va Madrimovning jangidan birgalikda bahramand bo'lamiz deb o'ylayman. Xo'sh, O'zbekiston sportida yana qanday yangiliklar bo'lyapti desangiz, O'zbekistonda endi 30-yanvarda birozdan keyin Kulachkada jang bo'lib o'tadi. Ya'ni qo'lqopsiz janglar O'zbekistonga ham kirib kelyapti. Bu degani katta gonorarlar, katta shou, katta pullar haqiqiy jangchilarni ko'tarilib olishi uchun imkoniyat bo'ladi. Borib albatta pul, moliya hamma narsani hal qiladi. 30-yanvar Humo Arenada qo'lqopsiz janglar bo'lib o'tadi. Xullas, asosiy jangda albatta hamyurtlarimiz Boburlar kuni bo'ladi. Qo'lqopsiz janglarda kirib tomosha qilishingiz mumkin. Bu O'zbekiston uchun yangi vibe, yangi adrenalin desam ham bo'ladi va mashhur sportchilardan yana Humoyun To'xtamurodov bor edi adashmasam, o'sha kartning ichida va Humoyunning jangi biroz oldinroq bo'lib o'tadi. Undan keyin 7-fevralda O'zbekistonda va nihoyat o'sha shov-shuvlarga sabab bo'lgan Jasko Koch, Jasur Alijonovning o'zini ligasi Mangu ligasi, haqiqiy sportchilar uchun atalgan liga start oladi va sezib turganingizdek Mangu ligasining asosiy jangida Xotambek Boynazarov oktagonga ko'tariladi va uning raqibi Habib, ya'ni to'g'ridan to'g'ri Habib emas, dog'istonlik jangchi. Ism sharifini atrofida aynan o'sha o'zi Dog'istonda ko'p qo'yiladigan ismlardan biri va qolgan jangchilarni ham aytib o'tdim. Endi UFC 324 ga nazar solamiz do'stlar. UFC 324 mana shu oyda bo'lib o'tadigan eng muhim MMA musobaqasi desam adashmagan bo'laman. Yengil vazn, yana o'sha vazn Nurmagomedov, Conor McGregorlar davridan beri yonib kelayotgan vaznda eng zo'r janglar, eng zo'r jangchini bilasiz. O'sha mashhur low kicklari, og'ir zarbalari, haqiqiy turib olib stoykada jang qilishi, shuning bilan birgalikda kurashdan yaxshi himoyalana olishi bilan ajralib turadi. Paddy Pimblett-chi, u qanaqa qilib bu yerga kelib qoldi? Paddy ham oxirgi janglarni yutayotganligi sababli vaqtinchalik chempionlik kamariga Paddy Pimblett va Justin Gaethje jang olib borishadi. Ilya Topuria nima bo'ldi desangiz, Ilya Topuria haqiqiy chempion bo'lib turib qolaveradi. Uni hozir oilaviy muammolari bor va mana shu ikki jangchi yutgandan so'ng menimcha Topuria qaytib u bilan urushish kerak.
Va albatta bu yerda yana bir murakkab masala bor. Armaniston ukkan qolib ketyapti o'rtada. Qancha yutib ham chempionlikka kela olmayapti. Bir Islom Maxachov bilan belidagi muammo tufayli jangdan chiqib qolgandan beri uni Dana White va UFC juda ham yakkalayapti. Uni juda ham bir ajratib qo'yapti desam, unga biroz nohaqlik ham bo'layapti aslini olganda. U ham chempionlik jangiga haqli edi menimcha Pimbletga qaraganda. Lekin albatta Pimblet bilan Gejini jangini ham ko'rish qiziqarli bo'ladi. Mabodo Pimblet yutib qo'ysa, lekin menimcha Armanga yana qiyin bo'ladi, chunki u Gej bilan revansh o'tkazishi mumkin. Topuria bor bu yoqda, yana aslında Charles Oliveira ham bor. Charles Oliveira o'sha sobiq UFC chempioni ham aslida bu jangga loyiq edi desam bo'ladi. Endi Hollowayni qo'sha olmay turamiz, chunki Holloway oxirgi jangida uxlab qolgan, lekin Hollowayni ham bir amallab quloqdan tortib bu chempionlik jangiga olib kelsak bo'ladi. Har doimgidek UFCning yengil vaznida, mana shunday raqobatli vaznda hamma narsa yonyapti. Faqat tomosha qilish kerak. Bilan birgalikda bizga begona bo'lmagan Umar Nurmagomedov bugun aklansa, kim kurashdan yaxshi himoyalansa, u o'sha jangni yutib keta oladi. Va Figueiredo bilan Umar Nurmagomedovning jangi ham juda qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Shu bilan birgalikda bu vaznning yana bir chempionlik jangchi bilan jang o'tkazadi. Main card, asosiy card soat nechidan boshlab O'zbekistonda, aynan O'zbekiston vaqti bilan soat nechida boshlanadi desangiz, xo'sh, Isroil Madrimovning jangini biz tugatib olamiz. Soat 6:00 dan 7:00 gacha bo'lgan muddatda tugasa, 7:00 dan to'g'ri UFC'ga ko'chib o'tishimiz va u yerdagi asosiy kartni ko'rib tomosha qilishimiz mumkin bo'ladi. Va asosiy janglar taxminan soat 10lar, 9:10lar atrofiga to'g'ri kelsa kerak. Eng asosiy janglar, ya'ni Pimblet bilan o'sha Gej o'rtasidagi jang soat 10lar atrofiga to'g'ri keladi O'zbekiston vaqti bilan. Shu bilan birga o'zbek sportiga aloqador, aynan bizning o'sha orzuyimizdagi jahon chempionatimizga aloqador voqelikni aytib o'tib ketmasam bo'lmaydi. Va bu Husniddin Aliqulovning jarohati biz uchun juda ham katta yo'qotish bo'ldi, ishoning. Bizda Abduqodir Husanov bor, to'g'ri, u yulduz Manchester Cityda yondirib, hozir asosiy tarkibda qizib olib jahon chempionatigacha borishi mumkin. Lekin ishoning, Husniddin Aliqulov Abduqodir Husanovdan ko'ra ko'proq O'zbekiston terma jamoasida o'z o'rniga ega edi, o'z tayanchiga ega edi. Nima ham deymiz, sportchimizga, futbolchimizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Shu bilan birgalikda Yevropada tur o'yinlari bo'lib o'tadi, turli xil futbol, ularni ham tomosha qilishingiz mumkin. Bu bizga taalluqli bo'lgan boshqa futbol yangiliklari yo'q. Albatta Eldor Shomurodovni tinmay gol urayotganligini aytib o'taman. Agar Eldor formada bo'lsa, bizning hujumimizdan muammo bo'lmaydi. Albatta bizda Sergeyev ham bor, yangi jamoasiga ko'chib o'tdi. Xullas, terma jamoani ham kuzatib borish qiziq, bu yog'iga vaqt oz qoldi. Shunday ekan, hammalariga omad tilab qolaman. Omad va zafarlar. Siz esa ozginagina mehnatimizni qo'llab-quvvatlash uchun like bosing, obuna bo'ling, yaqinlarga tarqating. Xullas, janglardan keyin ham bir fikr almashsak kerak menimcha. Ko'rishguncha azizlar.